Assalomu alaykum qizli tizimizlar, charchamayapsizlarmi? Men o'sha pomma oldilariga kelib oldim. Bo'ldi, endi tuqqanimdan keyin yuzlarimni mana endi boshqatdan chiroyli qilib beradilar. Bu peshonalarimga ajin tushib ketgan edi. 2 hafta vaqtimda mumkin emas edi anaqa botoks qilish. Gel mumkin, botoks mumkin emas. O'shaning uchun qilmagan edik. Endi mana to'g'irlab, yuzlarim osilgan joylarini ko'tarib beradilar. Yuzimda qizlar katta yangilik полностью hamma gellarimni, eski gellarimni hammasini eritib tashlaymiz. Bo'ldi, kerak emas уже ular. Shunda o'zi chiroyli bo'ladi. Rezultatini xudo xolisa ertaga qo'yaman, chunki bugun qo'yganim bilan yuzim atyoq bo'ladi eritgandan keyin ishib turadi. O'shaning uchun lutchi ertaga rezultatini qo'yganim yaxshi. Kuzatinglar, bugun yuzimga uxotlar qilamiz, chiskalar qilamiz. Bo'ldi, endi yuzim boshqatdan chiroyli qilamiz.